Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh azizlar. Bugun biz sizlar bilan Qubo ko'chasidamiz, Madina-i Munawvara, 2025-yil 8-aprel. Inshaalloh sizlarga foydali bo'ladigan videolar qilishda davom etamiz. Qubo masjidini ko'rsatamiz sizlarga inshaalloh va Qubo masjidining yo'lida Madinada eng arzon bo'lgan do'kon, gipermarket haqida sizlarga ko'rsatib video olib boramiz inshaalloh. Bizlarni kuzatishda davom eting. Sizlar Qubo ko'chasi shunaqa go'zal ko'rinishga ega. Atroflarda do'konlar bor, kiyim-kechaklar, arzon narxlarda, juda qulay. To'g'rida ko'rib turganingiz Qubo masjidi. Islom tarixidagi eng birinchi masjid. Azizlar, sizlar uchun yana bir foydali maslahat yoki foydali ma'lumot. Bu Qubo ko'chamizda bank ham bor. Madinaga kelganinglarda baribir hammada viza karta bo'lishi mumkin. Kartadan pul yetishinglar kerak bo'lib qolishi mumkin. O'shanda buni ichida ATM banklar bor. Kunning istalgan paytida 24 soat mobaynida kelib pul yechib olishinglar mumkin. Sizlar mana Qubo ko'chasidan kelganimizda oldimizdan masalan chorraha chiqadi. To'g'riga ketsak Qubo masjidiga, burchakda mana bu masjidi Juma masjidi. Juma masjidining yonidan chap tomonga ketamiz. Biz aytgan do'konga kirishingiz uchun. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Azizlar, mana Juma masjidi. Shu chorrahadan o'tmasdan, mana bu yonidan chapga qarab ketamiz. Ya'ni mana shu ko'cha bilan ketamiz. Juma masjidi. Shu joydan kelganimizda do'konimiz mana. Yo'lda bu yoq betida. Biz aytgan katta gipermarket deymizmi, do'kon deymizmi? Buning ichini hozir kirib ko'rsatamiz. Yo'q narsani o'zi yo'q. Hammasi eng qimmati 11,5 riyol, ya'ni 33,000 so'mga to'g'ri keladi bizdan so'ng. Mana azizlar, assalomu alaykum va rahmatulloh. Shu do'konimizdan ichi bu joyda atirlar ham mavjud. 575, ya'ni 15,000 so'm. Original bo'lmasa ham hidlari yaxshi. Hadiyalarga, olishinglarga juda yaxshi. Va juda arzon narxlarda. Bu joyda har xil atirlarni topishingiz mumkin. Bu joyda shampunlar 575, 15,000 so'mdan barcha turdagi shampunlarni topishingiz mumkin. Bu yerda nima deydi bularni? Hozir nomi esimga kelmadi. Burada şişeli buyumlar, güller.
بس التعامل سمي معك بس التعامل uyga kerakli bo'ladigan barcha narsalardan topishinglar mumkin bu yerda. Tozalik vositalari, parasholar, idish tovoqlar. Qisqasi, yo'q narsani o'zi yo'q. Juda katta. Mashinaga mana bizda Arion asvejitellar sotiladi-yu. Bu yerda ham bor ekan. Turadiganlar, balon qoraytiradiganlar, mashina yuvadigan shampullar, qisqasi hamma narsalar bor. Mashinani ruli uchun chexollar, mashina artadigan lattalar, barchasini topishingiz mumkin bu yerda. Hattoki mana lampochkalar ham topishingiz mumkin. Chiroqlari kuyib qoladigan bo'lsa, mashinalar. Va stakanlar, bokallar, har bir narsani topishingiz mumkin ekan bu yerda. Va barchasining narxi arzon narxlarda. Eng qimmati 11.50 riyol. 11,5 riyol. 11.5, 11.50 deb adashib ketibman. 11.5 eng qimmati. Hatto bu yerda yosh bolalar uchun konstavar ham mavjud. Daftarlar, ruchka, qog'oz, qalam, har bir narsani topishingiz mumkin. Sutkalarigacha. Kovriklar. Qisqasi bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q. Xona jihozlari. Pichoqlar. Turli xillarini topishingiz mumkin ekan. Ishlar, bunaqa idishlar, sopol idishlar ham bor ekan. Qo'shiq vilkalar. Bismillah. Endi biza ikkinchi etajga ko'tarilamiz, ikkinchi qavatga. Ikkinchi qavatda ichimliklar, har xil. Masalan, hozir ko'rsatamiz sizlarga. Hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Bismillah. Ikkinchi qavatda asosan yegulik mahsulotlarni, ichimlik mahsulotlarini topishingiz mumkin. Hozir sizlar bilan ko'rib boramiz barchasini. Barchasi arzon narxlarda 575 riyol, ya'ni 15,000 so'm deganimiz.
Pomidor mahsulotlari, tomatli mahsulotlar, bu yerda konservenli mahsulotlar. Bu tarafda nima deydi, no'xatlar, zaytunlar, zaytun yog'lari, sut mahsulotlari, ketchuplar. Bu отдел ketchup mayonezlarning makoni. Uksus, mayonezlar, shirinliklar. Shirinliklar ham har xilidan bor. Ichimliklar. 시간이 몇 분? Kira kamu, ya dulu dia bang. Teman. Shirinliklarning koni mana. Shikolatlar. Yaxshi. Sorry. Kinza, Saudiya mahsulot. Mana shirinliklarni makoni desa ham bo'ladi bu yo'l. Har bir shirinliklarni topishinglar mumkin. Madinaga kelganinglarda kelishinglarni tavsiya qilaman. Inshaalloh. Saqitlarning makoni. Yosh bolalaringiz uchun o'yinchoqlar ham topishinglar mumkin. Kiyim-kechaklar отдели boshlanadi. Bu yerda ham har bir narsalarni topishinglar mumkin. Paypoqlar deysizlarmi? Shipaklar deydimi, tapichka deydimi? Kiyimlarning ham eng qimmati 30 ming so'm. 11.75. 12 riyol почти. Yosh bolalar uchun ham kiyimlar mavjud.